Chaqiruv tushgan yerga 2 kilometr qoldi. Har qanday chaqiruv bo'lsa, tayyor turishingiz kerak. Jismoniy mashq talab qiladigan kasbda kasallik bo'lsangiz, doktor kelsa, ichingizdan bir yengillik o'tadi-yu, hozir doktor qaraydi, bu tuzaladi, yaxshi bo'ladi degan xayol o'tadi. Biz borguncha ham ularning xayolidan o'tadi-da, hozir bular keldi, oilamni yo yaqinimni, yo moddiy boyligimni, yo bir narsamni asrab qoladi deb turadi. Birdan suvga tushib ketgan, olishimiz kerak bo'lgan jarayon bo'lgan. O'sha Damas chiqarib turgan mahallimizda bizdan 200 metr tepada baqir-chaqir bo'ldi. U yerda dehqonchilik qilgan cho'miltkalar tushib ketdi dedi. Yurib borgunimizcha ular 5 tasi yaxshi Damasdan chiqib ketgan. Viloyatda yana bir avtomashina, aniqrog'i Damas rusumli transport vositasi kanalga tushib ketdi. Qutqaruvchilar tomonidan uni suvdan olib chiqish ishlari olib borilayotgan paytda esa yana bir Damas 5 nafar yo'lovchisi bilan kanalga qulagan. Mana MCS xodimlarning tenjollari sog' bo'lsin, cho'kkisga insonni qutqarib qolishdi. Mana ba'zi ham shuni qutqarib qolishdi, mana tenjollari sog' bo'lsin. Gap yo'q. Shu o'rtaga chiqib ketgan bolaning bittasini oldim, bittasini olib tashqariga suzib uni qo'yib kelgunimcha ikkinchisini yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Yo'qotib qo'ymaslik maqsadida ikkinchisini ham ushlaganda bilaman, ikkitani olib suzib chiqa olmasligimni ham bilaman. Bu bolani tashqariga qaytib kelgunimcha u bolani yo'qotib qo'yishim aniq edi. Nimaki 20 metr, 10 metr masofa bor. Tashqariga chiqquncha oqim meni oqizib boradi. O'zim hayotimni ham xavfga solib qo'yganimni sezdim. Teshayev Muhammad yetib kelmasa nima bo'lishini ham o'zim sezdim. U bolani qaytib tashab chiqib keta olmasligimni ham sezdim-da. Teshayev yetib keldi, kelgandan keyin tashqariga olib chiqdik. Bizda guruhlar bor-da, masalan, suvdan qutqaruv guruhi bor, radiatsiyadan bakteriyaviy biologik muhofaza guruhi bor, qidiruv qutqaruv guruhi bor. Shu guruhlarni xohlaymizmi, yo'qmi? Hammamiz bitta bo'lib, bitta suvdan qidiruvga chaqiruv bo'ldimi? Birinchi nima chiqib ketdimi, ikkinchini o'rnini biz to'ldirib turishimiz kerak. Ikkinchi chaqiruv bo'lsa, ikkinchi chaqiruvga borib biz ishlashimiz kerak. Shuning uchun bir-birimiz kasbimizni bir-birimizdan o'rganamiz, bir-birimiz bilan maslahatlashamiz. Xafa bo'lsak, ko'nglini ko'tarishga harakat qilamiz. Boshiga ish tushsa, bir-birimizni suyashga harakat qilamiz. Bir oila bo'lib shakllangan demoqchiman, atriyatimmiz.